Vatan manzaralari ko'ngilga juda yaqin. Yangi tongning shukuhi, fayzi esa bo'lakcha. Hayot harakatdan iborat. Mehnatsiz, harakatsiz natija, yutuq bo'lmaydi. Astoydil qilingan mehnat esa hech qachon izsiz ketmaydi. Gullar shahri Namanganning kunduzgidek charog'on oqshomlari kabi fusunkor tongining ham fayzi o'zgacha. Ostonada turgan yangi 2026-yil esa ko'ngillarda shukronalik tuyg'usini jo'sh urdirish barobarida ortga bir nazar tashlab, umr yo'llarini sarhisob qilish, yangi rejalar tuzishga undayotgani rost. Shaharning ana shunday betakror tarovati, tabiat mo'jizalaridan ilhomlanib, zavqlanib, yangi kunda o'z ish faoliyatini boshlagan Mohirjon Ahmedovning ham bu borada o'ziga xos mulohazalari bo'lishi tabiiy. Bugun qahramonimizning bo'y cho'zgan orzulari ijobati, mehnatlari samarasi havas qilsa arzigudek. Qarang, vaqtning shiddatkorligini. Tajribali ustoz Mohirjon Ahmedov Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tizimida xizmat faoliyatini boshlaganiga ham 30 yildan ortiq fursat o'tibdi. Ko'rsatuvimiz qahramoni bilan umr yo'llari, ish faoliyatiga oid suhbatimiz samimiy kechdi. Dildagi gaplarda esa hayot haqiqati mujassam. Darvoqe. Mohirjon Ahmedov 1959-yilda Yangiqo'rg'on tumanining Zarkan qishlog'ida tug'ilgan. U 30 yildan ziyod Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tizimida samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mohirjon Ahmedov 1986-yilda sohada profilaktika inspektori sifatida xizmatni boshlagan. O'z kasbiga bo'lgan mas'uliyati, tirishqoqligi tufayli rahbarlik lavozimlarida ishladi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i sifatida uzoq yil namunali xizmat qildi. Faoliyati davomida davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'ldi. U 2019-yildan buyon Davlatobod tumani ichki ishlar bo'limida maslahatchi sifatida yosh xodimlarga boy tajribasini o'rgatib kelmoqda. Shu bilan birga Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi faxriylar markazi a'zosi. Hayot, yashash baxti insonga berilgan eng katta ne'mat. Ba'zan inson o'z-o'zi bilan qolganda ortga bir nazar tashlab, hayot yo'llarini sarhisob qiladi. Ana shunda qalbiga shukronalik hissini tuya olsa, bu eng katta baxt. Mohir aka, mana siz bilan Yangi yil ostonasida suhbat qurar ekanmiz. Bu boradagi fikr, mulohazalaringizni bilishni istar edim. Vaqti bilan har bir inson o'z-o'zini sarhisob qilish kerak deb bilaman. Kamchiliklarni to'g'rilash kerak. Kelajak uchun ezgu rejalar tuzishimiz lozim va doimo yutuq sari intilishimiz, izlanishimiz kerak. Qo'ldan kelgancha insonlarga savob ishlarni qilishimiz kerak. Kecha va bugunning orasida yillar, uzoq yillik masofa bor. Aytmoqchimanki, kecha va bugunni bog'lovchi zalvorli yillarni o'zingiz misolingizda qanday talqin qilasiz? Bu savol meni bolalik yillarimga qaytardi. Kecha va bugun orasidagi masofa haqida o'z misolimda so'zlasam, bu masofa orzu-niyatlar yo'lidagi harakat, izlanish va natijani bog'lovchi yo'l. Shu ma'noda men baxtliman. Tug'ilib o'sgan, kindik qonim to'kilgan maskan Yangiqo'rg'on tumanining Zarkan qishlog'i. Uning go'zal tabiati, sharqroq soylari doimo ko'z o'ngimda. Bilasizmi, insonni kindik qoni to'kilgan maskanga, vataniga mehri doimo uni ulug' ishlari sari ruhlantiradi. Yodimda qishloqdagi 30-o'rta maktabda o'qiganman. O'qituvchimiz kelajakda kim bo'lasan mavzusida insho yozdirganlarida militsiya, ya'ni ichki ishlar xodimi bo'laman deb yozgan edim va yana shu niyat ustozlarimizni pand nasihatlari bilan maqsadimga erishdim. Bugun o'zim ham ustozlar qatoridaman. Qo'limizdan kelganicha tajribamizni
yoshlarga o'rgatib kelmoqdamiz. Azal-azaldan oila muqaddas qo'rg'on sanaladi. Ana shu maskandagi o'zaro ahil-inoqlik butun bir jamiyatdagi ma'naviy muhit barqarorligida juda katta ahamiyatga ega. To'g'ri ta'kidladingiz. Azal-azaldan ota-bobolarimiz oila qo'rg'onini mustahkam tutishgan. Chunki barcha insoniy go'zal qadriyatlar oila bag'rida shakllanadi. Oilada o'zaro ahil-inoqlik bo'lsa, mahallada ijtimoiy, ma'naviy muhit barqaror bo'ladi. Vatan taraqqiy etadi, gullab yashnaydi. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan viloyatda mavjud mahallada yangicha tizim 7 faoliyat ko'rsatayotgani ham bejiz emas. Har bir oilada, mahallada o'zaro ahil, inoqlik, birdamlik, hamjihatlikni ta'minlash, ahillik bor joyda fayz, baraka, yutuq bo'ladi. Kuni tun mahallalarimizni jinoyatdan xoli xavfsiz hududga aylantirish maqsadida 7lik bilan birga profilaktik inspektorlari ham faoliyat olib bormoqda. Namunali mahalla, oilalar alohida rag'batlantirilyapti. Biz faxriylar ham har bir mahallada bo'lib o'zimizni qimmatli maqsadlarimizni beramiz. Ayrim muammolarni joyida hal qilishga harakat qilyapmiz. Qisqa qilib aytganda, oiladan baxt topgan insonni ishida unum baraka bo'ladi. Bugun nabiralarim kulgusidan kuch olaman. Farzandim, kelinlar ham o'z kasb yo'lida vatanga xizmat qilib kelmoqda. Shukr. Kasbni ulug'lash, faxrga aylantirish borasida yoshlarga, izdoshlarga nimalarni aytgan bo'lar edingiz? Kasbini ustasi bo'lishi ko'pchilik orasida jamoada hurmat qozonishda juda katta ahamiyatga ega. Bilim olishdan, izlanishdan, o'rganishdan, yangilikka intilishdan, zamon bilan ham nafas, harakatdan charchamang. Doimo sohada ustozlar tajribasiga, maslahatiga tayaning deyman. Shunda o'sish, yutuq bo'ladi. Vatanga qilingan astoydil xizmat hech qachon izsiz qolmaydi. O'zining munosib bahosini oladi. Har bir insonning o'zi qiziqqan hobbisi bo'ladi. Bo'sh paytlaringizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh paytimda sport bilan shug'ullanaman. Farzandlarim, nabiralarim ham shunga o'rgangan. Chunki sog'lom tanda sog'lom aql bo'ladi. Bugun ichki ishlar organida xizmat qilayotgan xodim borki, sport hayotini bir bo'lagi. Har bir oilada bu jihatga alohida e'tibor berilishi kerak. Farzandlarni, kelajak egalarini jismonan barkamol bo'lib ulg'ayishlari juda muhim. Bugungi kunda yangi O'zbekistonda har bir sohadagi islohotlar, yangilanishlarga guvoh bo'lish mumkin. Aytmoqchimanki, Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasidagi sharoitlarni avvalgisiga qiyoslaganda qanday farqni sezasiz? Avvalambor prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Tizim moddiy texnika bazasi mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Zamonaviy texnikalar, xizmatli sharoitlarni aytmaysizmi? Hamma sharoitlar mavjud. Raqamlashtirish, kameralashtirish faoliyatida juda katta imkoniyat yaratdi. Bitta jinoyatni ochish uchun ilgarilari qanaqangi qiyinchiliklar bo'lardi. Bugun markazda turib hududlarni nazorat qilish va jinoyatlarni ochishga erishyapmiz. Bugun markazdan turib hududlarni bemalol nazorat qilish mumkin. Shunday sharoitda faqatgina kasbni mas'uliyatini his etib, astoydil ishlash kerak. Tizimda ishlash g'urur, faxr. Yana boshqatdan qaytarilganda men ichki ishlar idoralarida xizmat qilgan bo'lardim. Chunki kasbim sevaman. Bu men faxrim. Baxt yutuq oldingizga kelmaydi. Uni quvib, mehnat qilib erishiladi. Hademay 2026-yilni qarshi olamiz. Men fursatdan foydalanib, ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan tizimning fidoyi xodimlarini, yosh izdoshlarni bayram bilan tabriklayman. Doimo vatanga xizmat qilishdan charchamang. Ha, oiladan, farzandlar kamolidan baxt topish, hamkasblar hurmati, shogirdlar, vatan ardog'i, e'tibori aslida umrning saodat manzilidir. Uning hikmati esa benazir.
Kasbni faxrga aylantirish oson emas. Yillar davomidagi tinimsiz mehnat, yurt tinchligi, xalqimiz osoyishtaligi yo'lidagi zahmatli, mas'uliyatli, oromsiz tunlar samarasidir. Vatan esa doimo bunday farzandlaridan g'ururlanadi. Mohirjon Ahmedov kabi ustozlarning boy tajribasi, ibratli hayot yo'llari, pand va nasihatlari shogirdlar uchun qimmatli, qadrli hayot hikmati, xazinasi bo'lib qolaveradi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tizimida kasbini faxrga aylantirgan, har qancha namuna qilsa, o'rnak qilsa arziydigan soha fidoyilari yana ko'plab topiladi.